Davom etamiz. Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligi Turkiyada Ramazon dasturini e'lon qilib, mamlakatga o'zbekistonlik va ozarbayjonlik ommaviy axborot vositalari xodimlarini taklif qilgani haqida avvalgi dasturlarimizda xabar bergan edik. Safarning ikkinchi kunida jurnalistlar Istanbuldagi Perloti tepaligi va Ayub Sulton masjidini ziyorat qilishdi. Turkiyaning gavjum poytaxti Istanbul o'tmish va bugunni o'zida mujassam etib, har bir burchagi jozibaga to'la shahar. Ushbu jozibani yuqoridan tomosha qilish istagida bo'lganlar uchun eng yaxshi joy esa Perloti tepaligidir. Turkiyada Ramazon dasturi doirasida bu yurtda bo'lgan jurnalist va blogerlar guruhining navbatdagi manzili ushbu tepalik bo'ldi va ular mazkur joy tarixi bilan tanishtirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1876-yilda Istanbulga kelgan fransiyalik yozuvchi aynan shu yerda o'zining mashhur romanini yozadi va keyinchalik ismini Perlotiga o'zgartiradi. 1920-yil yozuvchiga Istanbulning faxriy fuqarosi unvoni berilgan va uning nomi dastlab ko'chaga, keyin esa u doim tashrif buyuradigan qahvaxonaga va u joylashgan tepalikka berilgan. Bugun mazkur tepalik ajoyib manzaralarga guvoh bo'lish istagidagi mahalliy tashrif buyuruvchilar hamda xorijiy sayyohlar bilan gavjum. U yerdagi shinam qahvaxonada o'tirib, atrofni va dengizni tomosha qilish mumkin. Tepalikka dor orqali chiqilgani sabab jurnalistlar kabinalarga joylashib, keyingi manzil tomon yo'l olishdi. Qiziq jihati, dor yo'lida guruhni turkiyaliklarning jonivorlarga bo'lgan muhabbati isboti sifatida mushuklar qarshi oldi. Aytish kerakki, bu mamlakatda mushuklarga juda ham ehtiyotkorlik bilan munosabat bildiriladi. Ko'chalarda maxsus uychalarni uchratish mumkin. Bu uychalarda daydi jonivorlar yomon ob-havoda o'zlariga boshpana topadilar. Hattoki ularga masjidlarga kirishga ham ruxsat berilgan. Navbatdagi manzil Ayub Sulton masjidi. Uning yonida Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bayroqdori hisoblangan Ayub Sultonning maqbarasi joylashgan. Masjid bezaklarining katta qismi serxasham uslubda yaratilgan. Undagi ustunlarga o'yib ishlangan turli naqshlar, barglar Usmoniy kalligrafiya asosida bitilgan. Ichki hovlining bir tomonida masjidga, ikkinchi tomonidan Abu Ayub Ansoriy ziyoratgohiga kirish mumkin. Mana shunday o'ziga xos arxitekturasi bilan ajralib turuvchi yana bir manzil Moviy masjid yoxud Sulton Ahmad masjidi. Hamrohlarimizning bergan ma'lumotlarga ko'ra, masjid qurilishida ko'k va oq koshin ko'p miqdorda foydalanilganligi tufayli u Moviy masjid ham deb e'tirof etiladi. 17-asrda qurilgan va Turkiyaning 6 minorali birinchi masjidi hisoblangan Sulton Ahmad Jome masjidi Istanbulning eng ko'zga ko'ringan me'moriy inshootlardan biri sifatida mahalliy va xorijiy sayyohlarning e'tiborini tortib kelmoqda. Shu yerdagi qabristonda Ahmad I, Kosim Sulton, Usmon II, Murod IV, Gavhari Sulton, Oysha Xotun va Shahzoda Sulaymon dafn etilgan.